xalqimiz orasida yurak qon tomir kasalliklariga jiddiy e'tibor berilmasligiga guvoh bo'ldim. Jigar yog' bosh natijasida tomirlarga yomon xolesterin ko'p ishlab chiqarishni boshlaydi jigar. Hozirgi kunda tromboembolik asoratlar juda ham ko'p uchramoqda. Ya'ni infarkt, insult kasalliklari. Ya'ni tromb miya tomirida joylashgan bo'lsa, tepaga otadi-da, insultga olib keladi. Va qon quyuq agar vaqtida doktorga qaratmasa yoki qandli diabeti bo'lsa, yoki semiz odam bo'lsa-da, yoki boshida kuchli og'riqlar bo'lsa, nogironlikka olib keladi yoki o'limga olib keladi. Hamma aytadi, to'satdan o'lib qoldi, hech qanday belgi yo'q edi. Hozir yoshlar orasida ham shunaqa bir necha kunlar kerak bo'ladi va undan keyin to'satdan o'lim bo'lishi mumkin. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda har kuni yurak qon tomir kasalliklaridan vafot etayotgan insonlar soni 49 mingga yaqin. Bu degani har 2 soniyada bir kishi bu kasallik turidan vafot etadi. Assalomu alaykum. Bugun biz ushbu dolzarb mavzuni muhokama qilish maqsadida Medion Innovation klinikasida ish faoliyatini olib borayotgan kardiolog shifokor, tibbiyot fanlari nomzodi Iqbol G'afurovna bilan suhbat olib boramiz. Iqbol G'afurovna, assalomu alaykum. Bugungi intervyuda sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat taklifingiz uchun. Iqbol opa, bilasizmi, shu kungacha ko'p bemorlar bilan suhbat qildim va ikki xil xulosaga keldim-da. O'zbekistonda xalqimiz orasida yurak qon tomir kasalliklariga jiddiy e'tibor berilmasligiga guvoh bo'ldim va ikkinchisi, dunyoda, nafaqat dunyoda, O'zbekistonda ham yurak qon tomir kasalliklari yildan yilga yosharib borayotganiga guvoh bo'ldim. Bunga sabab nima? Hozirgi kunda yurak kasalliklar bilan og'rigan bemorlar soni birinchi o'rinda turadi. Ya'ni onkologik kasalliklardan ham ko'p uchraydi yurak qon tomir kasalliklari. Nima uchun yosharib boryapti deganda, albatta biz aytishimiz kerak, bu klimatning o'zgarishi, bu insonlarni sog'lom turmush tarzi kechirmayotganliklari, ya'ni noto'g'ri ovqatlanish, jismoniy harakatni kamligi, uyqusizlikda ko'p stress holatlari bu yurak qon tomir kasalliklarini yosharib olishiga olib kelmoqda. Va meni o'zim shaxsiy fikrim, juda ham ko'p shamollashlar, ya'ni juda ham ko'p bemorlarimiz shamollashdan keyin tromboembolik asoratlar uchrayapti. Ya'ni shamollaydi deb oxirgacha davolanmasdan ishga chiqib ketadi yoki vrachga murojaat qilmaydi. Mana yaqinda ko'rdingiz, Karagandada 13 yoshli bola olamdan o'tdi shamollashdan keyin. Ya'ni baribir olamdan o'tish sababi nima bo'ladi? Bu yurak to'xtab qolishi. Ya'ni jigar, miya, buyrak ishlashi mumkin, lekin yurak to'xtab qolsa, uni demak bu o'lim bilan tugaydi. To'satdan o'lim bilan tugaydi. Shuning uchun biza hozirgi kunda hammamiz shu sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilishimiz kerak. Shu prezidentimiz aytgandek, 10 mingta qadam yurishimiz kerak, vaqtida uxlashimiz kerak, dam olishimiz kerak, dam olish kunlari va shunda biz sog'lom bo'lishga bitta qadam oldinga qadam bosamiz. Nima uchun yurak atrofi yog' bosadi? Bunga sabab nima? Albatta, nafaqat yurak, Fayzalla, jigar, buyrak, ichaklar yog' bosishga moyilligi ko'proqdir va shu qatorda yurakning atrofi ham yog' bilan qoplanadi. Buni tibbiyotda visceral jir deyiladi. Buni hatto apparatda ham o'lchasa bo'ladi. Bioimpedansimetriya degan apparat bor. Shunda o'lchab, necha foiz organizmda parenximatoz organlar atrofida yog' qoplanganligini ko'rsatadigan ko'rsatkich bor. Va yog' bosishning birinchi sababi bu semizlik, albatta, noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatlilik, yana shu temaga qaytamiz siz bilan. Natijasida organizmda yog' bosishi boshlaydi. Birinchi jigarni atrofida yog' to'planishi boshlaydi. Insonlar jigari og'rimaydi-da, shuning uchun vrachga murojaat qilishmaydi. Jigarim birinchi daraja yog' bosgan deydi. Lekin buni natijasida jigar yog' bosish natijasida tomirlarga yomon xolesterin ko'p ishlab chiqarishni boshlaydi jigar va yurak, miya tomirlarida, buyrak tomirlarida xolesterin moddalar to'planib, turli xil keyinchalik embolik asoratlarga olib kelgandagina, ya'ni infarkt, insultlarga olib kelganda, ya'ni jigar infarkti bor, buyrak infarkti bor, lekin biz har doim yurak infarktiga ahamiyat beramiz. Chunki yurak infarktida bemor kuchli og'riqni sezadi, davleniyasi tushadi va turli xil asoratlar berganligi uchun biz shundan qo'rqamiz. Ya'ni biz
doimo tana vaznimizni to'g'ri vaznda, masalan bo'yingiz 168 bo'lsa 68 kilo bo'lishingiz kerak normada, yoki yoshroq odamlar bo'ydan vaznni minus yana 10 kilo, ya'ni 168 bo'lsa yosh bola kilosi 58 kilo bo'lsa, bu normal hisoblaniladi. Ozg'in insonda ham yurak atrofida yog' yig'ish mumkinmi? Albatta bor shunaqa holatlar. Ozg'in odamlarda ham jigar gepatozi birinchi rivojlanadi, albatta. Keyinchalik yurakni atrofida va yurak tomirlarida yog' bosishi mumkin. Yurakni atrofida yog' bosgani unchalik xavfli emas. Yurakdan ko'ra tomirni ichida tromb bo'lsa, bu xavfli. Shuning uchun semiz odamda yurakni atrofida yog' bo'lishi mumkin. Lekin bu men unchalik mana ko'rgansiz semiz odamlar, lekin sog'lom odamlar, masalan, sport turlari bor, nima deydi, Xitoy deydi, og'ir vaznlilar. Ular mana soppa-sog' ko'pida, lekin ular ortiqcha vazni bor. Ya'ni biz qo'rqamiz o'sha yurak atrofida, jigar atrofida to'plangan yog'dan. Lekin u agar qon tomiriga o'tmasa, uni unaqa zarari yo'q. Jigarda funksiyasi buzilishiga olib keladi. Yurakda unaqa funksiya buzilishiga olib kelmaydi. Yog' to'planishi. Olga Forunovna, hozirgi kunda tromboembolik asoratlar juda ham ko'p uchramoqda. Ya'ni infarkt, insult kasalliklari. Bunga sabab nima? Va juda ham aktual tema haqida gaplashyapmiz, chunki hozirda tomirda tromblar bo'ladi-da, tromblar paydo bo'lishi boshlaydi, o'zi 30 dan keyin qarish boshlanadi odam organizmida va ozgina xolesterin moddalari qon tomirida o'tirishi boshlaydi va natijada qon quyuqlash sababiga olib keladi xolesterin moddalarining to'planishi va qon quyuq agar vaqtida doktorga qaratmasa yoki qandli diabeti bo'lsa yoki semiz odam bo'lsa-da, bularda o'sha tomirlarda tromblar paydo bo'ladi. Tromb bu qon laxtalarida bir dumaloq bo'lib qon oqishiga to'sqinlik qiluvchi element paydo bo'ladi va bu element qon tomirida joylashib turadi, lekin birdaniga kuchli hayajonlanganda, kuchli stress bo'lganda, kuchli yig'lavordi odam yoki birdaniga qon bosimi oshib ketdi. Yo birdaniga qon bosimi tushib ketdi. Qon bosimi birdaniga oshib ketsa, insult bo'lib qoladi. Ya'ni tromb miya tomirida joylashgan bo'lsa, tepaga otadi-da, insultga olib keladi. Agar birdaniga qon bosimi tushib ketsa, infarkt bo'ladi bemor, qon bosimi tushadi, sovuq ter bosadi, infarkt bo'lib qoladi. Yoki eng xavfli kasal tez tibbiy yordam yetib kelishga ulgurmaydigan, siz eshitgan bo'lsangiz kerak, tanani tepa qismi ko'karib ketdi, skoriy chaqirdik-da, lekin ulgurmadik. Ya'ni o'pka arteriyasida ham tromboembolik attela bo'ladi, tromboembolik asorat rivojlanishi mumkin. Bu kuchli shamollash, mana o'pkada Covidda biz buni siz bilan ko'rdik. Kuchli shamollashda ham tromboembolik asoratlar kuzatilishi mumkin. Nima uchun biz qo'rqamiz uni? Chunki bu to'satdan o'limga olib keladi. O'zi infarkt va insultni oldini olish imkoni bormi? Albatta bor. Agarda bemorimiz vrachga murojaat qilganda tanasida og'riq bo'lsa yoki yurak sohasida og'riq, ko'kragini orqasida og'riq yoki boshida kuchli og'riqlar bo'lsa, qo'l oyoqlari uvushsa yoki ko'p yo'talsa, o'pkasida masalan muammolari paydo bo'lgan bo'lsa, albatta uyda emas yoki qarindoshroq yoki internetda, Instagramdan ko'rib olib davolanish kerak emas-da. Vrachga bir og'iz chiqib, auskultatsiyada perkussiya, palpatsiya degan narsalarimiz bor, eshitib ko'ramiz-da va qon topshirsa, buni oldini olsa bo'ladi. Bu oddiy narsalar, bu umumiy qon analizi, bu koagulogramma, qonni quyuq-suyuqlikka tekshirish kerak. Yoshi katta odam albatta o'zini lipidni spektr degan analiz bor. Xolesterin yaxshi, yomon, zichligi past, zichligi baland, triglitseridlarni hammasini agar o'lchasa, bilsa, o'z organizmi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lsa, bu bunday yomon asoratlarni oldini olsak bo'lardi. Lekin bizning xalqimizda vaqti yo'q, ishlash kerak, doim bola chaqa, to'yga borish kerak, gapga borish kerak, lekin vrachga borishga erinishadi, yo vaqti bo'lmaydi yoki jiddiy qarashmaydi-da. Agar jiddiy qarab shu narsalarni oldini olishganda, albatta bu asoratlar bilasiz invalidlikka olib keladi, nogironlikka olib keladi yoki o'limga olib keladi. Undan ko'ra o'shani oldini olishardi. Kasallikni oldini olsa yaxshiroq, uni asoratini yoki uni kasallikni davolashdan ko'ra.
Shuning uchun vaqtida vrachga murojaat qilish kerak va tekshiruvdan o'tish kerak. To'satdan o'lim bo'lib qoladi-yu. Bu ham shu hozir ketgan kasallik. Albatta. Hamma aytadi to'satdan o'lib qoldi, hech qanday belgi yo'q edi. Hozir yoshlar orasida ham shunaqa ko'p eshityapman-da, 40 yosh, 35 yoshda bor. Ularda turli xil kasalliklar bo'lgan, tomir kasalliklarida shamollashlar bo'lgan, lekin ular ahamiyat bermagan-da. Odam ozgina o'ziga ahamiyatliroq bo'lish kerak va ko'pincha hozirgi semizlik hisobiga ko'plarda insulin rezistentlik bor-da, ya'ni sezgirlik pastroq bo'ladi. Sahrda ya'ni og'riqni yetarli darajada ular his qilisha olmaydi-da. Balki yuragi og'riyotgandir, lekin sahr hisobiga, insulini baland bo'lgani hisobiga ular u og'riqni qattiq sezisha olmaydi va vrachga murojaat qilishmayapti. Albatta to'satdan o'lim o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Uni albatta tromboembolik asorat bo'lishi uchun oylar kerak bo'ladi, bir kunda bo'lmaydi. Bir oydan kam muhlat ichida bu paydo bo'lmaydi. Ya'ni buni paydo bo'lishi uchun bir necha kunlar kerak bo'ladi va undan keyin to'satdan o'lim bo'lishi mumkin. Demak, to'satdan o'lim ham tromboembolik asorat tufayli kelib chiqadi, to'g'rimi? Albatta. Uy sharoitida qanday qilib qonni suyultirsa bo'ladi? Albatta, xalq tabobatida juda ham ko'p o'tlar qon suyultiruvchi xususiyatga ega. Turli xil o'tlarni qabul qilish mumkin. Albatta, hozir eng ko'p bilasiz, siz sedana moyi, sedana urug'i deydi. Xuddi shunday isiriq urug'i ham qon suyultirish xususiyatiga egadir. Xalq tabobatida hijoma qo'llaniladi, ya'ni qonni olib tashlasak, jigar bilan taloq yangi qon hujayralarini ishlab chiqaradi va qonni suyultirib beradi. Endi xalqimiz ko'proq aspirin ichadi, lekin meditsina shunday doказательный bazada ishlaydi, ya'ni aytilgan, что 40% odamlarda aspirin ishlamaydi, qonni suyultirib bermaydi. Balki uni nojo'ya ta'siri bu oshqozonda yaralar, gastrit paydo bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda 21-asrda juda ham ko'p qon suyultiruvchi dorilar bor. Uni albatta shifokorga murojaat qilgandagina o'sha qon suyultiruvchi dorini yozib bera olamiz. Har bir insonga har xil qon suyultiruvchi dori beriladi. Lekin agarda bilingki, buqog'i kasal bo'lsa, jigari kasal bo'lsa yoki buyragi kasal bo'lsa, siz qancha qon suyultiruvchi dorini berganingiz bilan baribir tromboembolik asoratlar bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha endokrin kasalliklarnida qandli diabetni, semizlikni davolash kerak yoki buqoqni davolash kerak, tugunlari bo'lsa buqoqni yoki buyragi kasal bo'lsa, o'sha pilonefrit bo'lsa, sistit bo'lsa, uni davolash kerak. Jigar kasalliklarini davolaysiz, shunda qon o'zi suyuladi. Normada juda ham kamdan kam qonda qon quyuqlash xususiyatiga o'zi kamdan kam ega. Ya'ni o'zidan o'zi qon quyuqlashib qolmaydi. Qandaydir bir shamollash borki, qandaydir bir kasallik gormonal borki, qonni quyuqlashishiga olib keladi va qon tomirda o'sha bilasizmi, turbaga o'xshataman-da organizmda qon tomirni. O'shalar yopishish uchun ham qon hujayra fibrinogenlar yopish uchun qanday bir muhit bo'lish kerak. Aboli ibn Sino aytgan, agar shamollash bo'lmasa, tromblar organizmimizda hosil bo'lmasdi. Ya'ni tromboembolik asoratlar bo'lmasligi uchun albatta inson shamollamasligi, immuniteti yaxshi bo'lishi kerak. Chiniqqan, sportga berilgan insonni mana o'shalarda unaqa asoratlar kuzatilmaydi. Mana bir do'stim bir narsani juda ham ko'p aytadi. Yuragim tez urib ketyapti. Yotsam ham, tursam ham yuragim urayotganini sezaman deydi. O'zi bunga sabab nima? Qarang, yoshlar orasida hozir eng aktual tema bu yurak aritmiyalari hisoblanadi. Ya'ni yurak 90 dan ko'p urib ketishi. Pulsini normada 60 dan 90 gacha bo'ladi. 90 dan ko'p bo'lsa takikardiya deyiladi. Ya'ni yuragi tez-tez xilpillab urib ketadi. Bunda sababi juda ham ko'p, Fayzilla. Ishoning, bu yurak kasalligi, birinchi yurak kasalligi o'zi bo'lishi mumkin. Ya'ni yurakni miokardini yoki endokard, ya'ni yurak devorini shamollashi bo'lishi mumkin. Bu yurak klapanida o'zgarish bo'lishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin
yurak tomirida qanday tromblar bo'lishi mumkin va bu bo'lishi mumkin endokrin kasalliklar, ya'ni buqoq kasalliklarida yurak juda ham ko'p tez urib ketishi mumkin yoki buyrak kasalliklarida bu qon bosimi oshadida va buning natijasida yuragi tez urib ketishi mumkin. Bu jigar kasalliklarida, ya'ni jigar fermentlarini oshishi hisobiga yurak tez urib ketishi mumkin. Bu urologik kasalliklarda, ya'ni prostata bezida shamollash bo'lsa yoki turli xil kasalliklar bo'lsa, men kardiologman, menga 14 yosh, 13 yosh bolalarni olib kelsa, yuragi tez urib ketyapti deb. Lekin men qarasam, ularda urologik kasalliklar ko'p chiqyapti. Ota-onasi endi hammani ham bolasida urologik kasal bor bilmaydi. UZI qildirsagina u aniqlaniladi-da va turli xil kasalliklar, ya'ni yoshlarni nimaga doktorga olib boringlar deyman, chunki keyinchalik bular bepushtlikka olib kelishi mumkin. Lekin hammasida bitta belgi yurak tez urib ketishi mumkin. Demak, nafaqat yurak kasalliklari, hamma ko'pgina boshqa kasalliklarda ham, hatto oddiy mikroelement kaliy yetmasa, mana oldin o'rik yeng, banan yeng deyishardi. Kaliy, magniy yetishmasa ham yurak tez urib ketishi mumkin. Sababi juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Lekin uni sababini topish kerak. Nimaga yuragi 90 tadan ko'p uryapti? Yurak tez urib ketishini davolamasi o'zi nima bo'ladi? Qanday ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin? Albatta, birinchi navbatda yurak tez urib ketishi, bu birinchi navbatda agar qon quyuqlashishiga olib keladi. Qon quyuqlashining asoratlari juda ham ko'p. Qon quyuq bo'lsa, bosh og'rig'i bo'ladi, har xil davleniya oshishi, qon bosimi oshishi boshlaydi, gipertonik bo'lib qolishi mumkin, turli xil tomirlarda tromblar hosil bo'lishiga olib keladi va odam oddiy harakatda ham yuragi tez urib ketib, hech narsa ish qila olmaydigan ham bo'lib qolishi mumkin. Hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda yurak tez urib ketishini davolash usuli bormi? Qarang, menga shu YouTube kanalimda eng ko'p yurak urib ketishi, tahikardiyani qanday davosi bor deb murojaat qilishadi. Chunki hozirgi kunda hech kim har kuni tabletka ichgisi kelmaydi. Albatta biz tabletka bilan davolalaymiz. Bu beta blokatorlar deyiladi. Yoki ivabradin beramiz yoki bisoprolol, kankorlar beramiz deb. Yurak tez urib ketishni davolash usuli tabletka bilan bor. Lekin hozirgi ko'pchilik ichgisi kelmaydi tabletkani. Qanday desa, bu hozirgi kunda aritmologiya, intervension aritmologiya rivojlanyapti. Ya'ni tomirdan kirib, mana bizning klinikamizda ham, Medion klinikasida tomirdan kiramiz deb va o'sha qayerdan taxikardiya o'chog'i kelib chiqayotgan bo'lsa, kuydirib qo'ysak bo'ladi. Radiochastotniy ablyasiya qilinadi. O'sha tez urishini to'satdan uradimi yoki har doim uradimi? Uni endi har xil sabablari bor. Uni aritmolog aniqlashtirib, o'sha o'choqni kuydirib beradi va doim ritmi normalniy bo'ladi. Lekin boya aytganimdek, avval boshqa kasalliklar yo'qligini istisno qilsa, shundan keyin biza intervension aritmologlar buni davolab beradi. Yoki apparat qo'ysa bo'ladi, defibrillatorlar bor. Bularni hammasini intervension aritmolog hal qiladi. Va butunlay bu tez urishidan qutulishingiz mumkin. Odamlar osma ukol oladi, oziqlantirish uchun, endi tez uryapti, balki kislorod yetishmayapti deydi, osma ukol oladi. Albatta, u ham hammasini o'zicha foydasi bor. Buni albatta Fayzalla vrach hal qiladi, bemor emas. Vrach tavsiya etadi, bemor esa uni bajaradi. Va eng asosiysi asab tizimi joyida bo'lishi kerak. Asabi joyida bo'lsa ham, bu ham bir kasallikni davolashga bitta qadam oldinga bosgan bo'ladi. Iqbol opa, bugungi intervyu uchun kattakon rahmat. Men o'ylaymanki, bu intervyuni ko'rgan insonlar o'zlarini ichlaridagi shu savollarga javob topishdi va manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Bilamizki, jamiyatimizda yurak qon tomir kasalliklariga befarq bo'lib yurgan insonlar yetarli topiladi. Siz ushbu videoni tarqatish orqali shunday insonlarni hayotini saqlab qolishga sababchi bo'lishingiz mumkin. Agarda sizni ichingizda qiynayotgan savolingiz bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Biz keyingi shifokorga sizni savolingizni yo'llaymiz. Obuna bo'lishni unutmang va kuzatishda davom eting. O'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Ko'rishguncha.